Ovchi bir qushchani tutib oldi. "Sen meni nima qilmoqchisan?" so'radi qushcha. "So'yib go'shtingni qovurib yeyman." Shunda qushcha yolvora boshladi. "Meni o'ldirma, ey yaxshi inson. Baribir go'shtim qorningni to'ydirmaydi. Agar meni qo'yib yuborsang, senga 3 ta qimmatli hikmat aytaman. Bu mening go'shtimdan foydaliroq bo'ladi. Birinchi hikmatimni hoziroq qo'lingda turiboq aytaman. Ikkinchisini esa Ho'va daraxtga yetib olgach aytaman." Ovchi rozi bo'ldi. "Mayli, qani quloq solaylikchi. Hech qachon qo'lingdan ketgan narsaga achinma." Maslahat ovchiga ma'qul bo'ldi va u qushchani qo'yib yubordi. Daraxtga qo'nib olgach, qushcha ikkinchi hikmatni aytdi. "Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsaga ishonma." So'ng daraxtdan uchib ko'tarilar ekan, ovchini masxara qildi. "Ey laqma odam, agar sen meni qo'yib yubormaganingda edi, ikkita bebaho marvarid topgan bo'lar eding." Buni eshitgan ovchi deb xom peshonasiga urardi. Shundan so'ng qushcha ketidan qichqirdi. "Endi nima bo'lsa ham 3-chi hikmatni aytib ketgin. Buni senga qizig'i bormikan? Axir hozir o'zing avvalgi 2 maslahatimni unutding-ku. Men senga aytmabmidim? Qaytarib olishing mumkin bo'lmagan narsaga achinma hamda bo'lishi mumkin bo'lmagan narsaga ishonma" deb. Sen bo'lsang hozirning o'zida meni qo'yib yuborganiga achinib, qornimdan marvarid borligiga ham ishonding. Kichkina bir qushchaning qornida dengiz tubida bo'ladigan marvarid yotishi aqlga sig'maydimi?